insonni ham isqirti bo'lar ekan desam ishonasizmi? Qarang, men hozir sizga isbotlab beraman. Bir insonga foydangiz tegib tursa-ku yaxshisiz. Lekin foydangiz tegmay qolsa, u inson sizdan voz kechib ketadi. Shunaqa insonlarni isqirt deyishardi. Atrofingizdagi insonlarga bir nazar soling. Qanaqa insonlar bilan do'stsiz? Qanaqa insonlarga yordam beryapsiz? Yordam bera olganingizda ular qanaqa munosabatda? Yordam bera olmaganingizda u insonlarning sizga bo'lgan munosabatiga e'tibor bering.